Allo, assalomu alaykum. Shahlo opa bilan bog'landikmi? Opajon, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Ming bora uzr bezovta qilib qo'ydik. Avvalambor bugungi shukrona kuningiz, tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Doimo shunday go'zallik, samimiylik sizni aslo tark etmasin, yoshingizga yoshlar qo'shilsin u Allohim go'zal umringizni ziyoda qilsin. Rahmat. Assalomat bo'ling opajon, biz sizni ayni daqiqalarda Telegram ijtimoiy tarmoqlaridagi maxsus tabrigim loyihasidan bezovta qilmoqdamiz. Bugun bizning loyihamizga sizni juda ham yaxshi ko'radigan, hurmat qiladigan eng yaqin insonlaringiz tomonidan ajoyib bo'lgan tabriknomalar, samimiy, go'zal dilnomalar yetib kelgan va sizga shu o'rinda bir savol bilan yuzlamoqchimiz. Nima deb o'ylaysiz? Shunday muhim xursandchilik kunda sizni g'oyibona tarzda tabriklamoqchi bo'lgan insonlar kim bo'lishi mumkin? Taxmin qilib ko'ra olasizmi? Taxmin qilaman. Singillarim ko'p. Qizim bor. Qizim o'qigandir. Saida qizim. Singillarim bor. Xo'sh tegmasin, albatta opajon, eng yaqin insonlaringiz bugun siz uchun o'zlarining eng go'zal tilaklarini yo'lladilar. Agarda ruxsat bersangiz, birozgina qimmatli vaqtingizni olsangda sizga atalgan samimiy dilnomalarni baholi qudrat o'qib eshittirsam-da va tabrik so'ngida kimdan ekanligini bilib olasiz, maylimi? Assalomat bo'ling ilohim. Rahmat. Sizga ham juda yoqimli. Assalomat bo'ling. Rahmat. Assalomu alaykum o'zimning mehribonim, farishtaginam. Alloh bergan buyuk ne'matim, chiroyligim, mehrda tengsizim, qadri osmonim, qiyomatli opajonim. Sizni bugungi yana bir go'zal, nafosatli, shukronali ayyomingiz bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Sizga uzoq umr, ketmas baxt, omad tilayman. Dunyo turguncha yonimizda bo'ling ilohim, opajon. Hech qachon dard, hasrat ko'rmang. Allohimning sizga in'om etayotgan har bir kunlari, har bir soniyalari mana shunday xursandchiliklarga boy bo'lsin. Ilohim davomiy bo'lsin. Gul desam gullardan-da a'lo siz mehribonim. Bugun siz uchun qanchadan qancha go'zalliklarni, shirin so'zlarni e'tirof qilsam ham kamdir aslida. Mehribonim, o'zimning go'zallikda tengsiz bebaho opajonim. Bilingki, siz bizga bu dunyoda Alloh in'om etgan eng go'zal, eng shirin ne'matimizsiz. Alloh rozi bo'lsin sizdan, opajon. Yana uzoq yillar mana shunday bir-birimizga mehrli, oqibatli opa-singillar, jondan aziz jigarlar bo'lib, hayotning barcha jabhalarida qo'lni qo'lga berib, davr-davron surishdik. Kelajakda yaxshi niyat ila to'ylar qilsak, to'ylarimizga bosh bo'lib turishlikni Allohim siz va bizga barchamizga nasib qilsin ilohim. Bilasizmi opajon, bu dunyoda bir-birini holidan xabar olib, yo'qlab turgan yaqinlarni, jigarlarni Allohim jannat bilan siylar ekan. Shunday ekan, men ham sizga shunday xursandchilik kunda jannatni, yaxshi kunlarni, faqatgina yaxshiliklarni tilab qolaman. Yuzingizdan kulgu, labingizdan tabassum hech qachon arimasin. Opajon, qarangki, baribir insonmizda xato qilamiz, ba'zan xato qilishga moyillik ham topolganmiz. Agar sizni bilib bilmay, dilingizga ozor berib, nogoh ranjitib qo'ygan kunlarim bo'lgan bo'lsa, shu o'rinda meni Alloh rizoligi uchun kechirishingizni so'rayman. Sababi sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Qarangki, Allohim bizlarni bu dunyoda shunday go'zal qilib jamlabdiki, ilohim jannatlarda ham barchamizni qatorimizdan kam qilmay, mana shunday go'zal qilib jamlasin. Tilaklarimning eng xayrlisi ikki dunyo baxt saodat sizga yor bo'lsin ilohim. Opajonim, bugun siz dunyoga kelgan kuningiz aslida biz uchun ham bayramdir. Chunki siz bor joyda mehr bor, fayz bor, baraka bor. Sizning hayotingiz sabr, oqibat va cheksiz mehr timsolidir. Yillar o'tsa ham qalbingizdagi poklik va ko'zingizdagi nur aslo so'nmasin. Har bir bosgan qadamingiz savobga, har bir qilgan yaxshiligingiz esa o'zingizga ming karra baxt, quvonch olib qaytsin.
Umringiz mazmunli, kunlaringiz xotirjam, qalbingiz esa doimo shukronalikka to'la bo'lsin. Sizni qadrlaydigan, duo qiladigan insonlar doimo yoningizda bo'lsin. Opajonim, hayot yo'llarida ko'p yaxshiliklar qildingiz, ko'p duolar oldingiz. Har bir qilgan yaxshiligingiz, har bir aytgan iliq so'zingiz bugun o'zingizga baxt va rohat bo'lib qaytsin. Yillar sizni emas, siz yillarni bezab yuring. Sochlaringizga oq tushsa ham qalbingizdagi nur aslo va aslo so'nmasin. Ko'zingizdan yosh emas, faqat quvonch tomchilari oqsin. Alloh sizga sog'lik, sabr va uzun umr ato etsin. Farzandlar, nabiralar, yaqinlar baxtini ko'rib doimo e'zozda yashang. Mehribonim opajonim, doimo shunday go'zal, farishtaday yuzlaringizdan, mehr to'la ko'zlaringizdan, Alloh degan shirin zabonlaringizdan tabassumlar, shukronaliklar hech qachon arimasin. Bu dunyoda ko'rganingiz Makkatulloh bo'lsin, chin dunyoda ko'rganingiz jannat bog'lari bo'lsin. Hammaga orzu bo'lgan umra haj safarlariga borishdik. Ka'batullohni tavof qilib, hojona bo'lishlik vaqti tez kunlarda sizga ham nasib qilsin ilohim. Bilasizmi opajon, aytishlaricha u dunyoda opa-singillar bir-birlari bilan ko'rishmas emish, lekin men bu dunyoda har kungi g'oyibona duolarimda yaratgan Robbimdan shu narsani takror va takror so'raymanki, sizdek mehribon jigarlarim bilan taki jannatlarda ham birga bo'lishlikni. Opajon, bugun sizga bir so'zni aytmoqchiman. Ya'ni o'z minnatdorchiliklarimni izhor qilmoqchiman. Shu kunga qadar onam bilan tengma-teng bizga g'amxo'rlik qildingiz. Yaxshi kunimizda ham, yomon kunimizda ham nafaqat singil o'z farzandingizdek mehr berib, qo'llarimizdan tutib, boshimizga tashvish kelsa kuyinib, baxtli kunlarimizga sherik bo'lib, jigarlarim, men yoningizdaman-ku deya bizni bag'ringizga mahkam bosib, bizdan bor mehringizni, e'tiboringizni, shirin so'zlaringizni ayamaganligingiz uchun ham bugun sizga o'z minnatdorchiliklarimni izhor qilaman. Siz bu dunyodagi eng mehribon opasiz. Baxtimga salomat yuring dunyoda. Boshingizda doim bo'lay parvona. Sizdek mehribon yo'q, sizdan ziyoda. Tug'ilgan kuningiz muborak opa. Yuz yoshlarga to'ling, mening boyligim. Baxtimga bor bo'ling, dard chekmang sira, beozor farishtam, mening jannatim. Tug'ilgan kuningiz muborak opa deya shunday go'zal tilaklarni bugun siz tomon yo'llagan inson mehribon singlingiz Zamiraxon opa bo'ladilar. Bilasizmi, mani 6 ta singlim bor. Eshitilyaptimi? Albatta opajon eshitilyapti. 6 ta singlim bor. Bularni birortasini ham 6 ta singlim. Biz oilada 11 farzandmiz. 6 ta singlim, 4 ta aka-ukam bor. Men dunyodagi eng baxtli opamman. Singillarim birortasini hozir tabiga yozayotgan, birortasini ismini alohida ayta olmayman, chunki hammasi ham menga shunaqa aytadi. Lekin bu Zamira eng kichkina singlim. Bu singillarim xuddi qizlarimdek. Bu singlimni kichkina singlim haqiqatdan ikkinchi onasidek ko'radi menga. Zamiradan kutdim. Nilufar, Nigora, Dilafruz, Fazilat, Shohida, Zamira mani singillarim. Biz bitta buketdagi gullarga o'xshaymiz. Ko'z tegmas. Bizni ota-onamiz ham juda yaxshi insonlar. Aka-ukalarim ham mani dunyodagi davlatlarim. Juda ham kutmagan. Ko'z tegmasin, ilohim mehr oqibatlaringiz bardavom bo'lsin opajon. Bilasizmi, shu o'rinda sizga bir so'zni aytib o'tmoqchimiz. To'g'ri, o'zingiz ham aytib o'tdingiz, men dunyodagi eng baxtli insonman dedingiz. Albatta, siz dunyodagi nafaqat baxtli, eng omadli, eng boy, badavlat, baxtiyor ayolsiz. Sababi Allohim sizga bu dunyoda shunday go'zal ne'matlarni ato etibdiki, shunday mehribon jigarlarni buyuk ne'mat qilib, boshingizdan yog'dirib qo'yibdi. Ko'z tegmasin ilohim. Opajon, Zamira opa murojaat qilganlarida sizga shunchalar chiroyli so'zlar bilan ta'rif berib o'tdilarki, ular mening o'z onam degan, ikkinchi onam bo'ladilar.
To'g'risi men ularga ta'rif beraman desam, hattoki so'z ham topa olmayman. Ularni juda ham yaxshi ko'raman. Ularni har bir so'zlarida, har bir qarashlarida qaynoq mehrni his qilaman. Alloh rozi bo'lsin ulardan. Mehribonlarim bilan ilohim jannatlarda ham birga bo'laylik deya ajoyib so'zlar bilan ta'rif berib o'tdilar sizga opajon. Ilohim mehr oqibatlaringizga hech qachon ko'z tegmasin. Opajon, qolaversa bizning ijodiy guruhimiz ham yana bir bora tavallud ayyomingiz bilan samimiy muborakbod etamiz. Sizga shu dunyodagi shunchalar go'zal, oliy, oilaviy, mustahkam baxtni tilab qolamizki, doimo baxtdan sarmast bo'lib, baxtga burkanib yashang. Hamisha mana shunday jigarlar, yaqinlar, farzandlar, nabiralar qurshovida, ardog'ida e'zozda bo'lib yuring. Qalbingiz g'am ko'rmasin. Shunday go'zal, nurli yuzlaringiz hech qachondan bo'lmasin. Opajon, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Tug'ilgan kunlarni yaxshi o'tkazib oling. Rahmat sizga. Sizga ham katta rahmat. Shunaqa chiroyli, shunaqa dilga yaqin yetkazib berganingiz uchun rahmat. Men juda ham to'lqinlandim, juda ham xursand bo'ldim. Shuncha yoshga kirib, bu meni tug'ilgan kunimdagi eng chiroyli tabrik, eng chiroyli samimiy tabrik bo'ldi. Sizga katta rahmat. Men shunaqangi insonlarni tug'ilgan kunlarida shunaqa chiroyli tabriklarni yetkazib berishda charchamang. Xalq xizmatidan charchamang. Doimo bor bo'linglar, sog' bo'linglar. Kattakon rahmat. Rahmat opajon. Singillarimga ham rahmat. Zamiraxonga kattakon rahmat. Mana buni juda ham yaxshi ko'raman. Bilasizmi, u mana 15 yosh kichik, 15 yosh mendan keyin tug'ilgan, lekin biz xuddi Fatima To'xtaliga o'xshaymiz. Mana ishqidagi ko'rinishimizga shuncha rahmat sizlarga. Rahmat opajon, ilohim salomat bo'ling, tug'ilgan kunlarni yaxshi o'tkazib oling. Ota uyda yo'qdir sira armonimiz, shodliklarga to'la o'tdi har onimiz. Parvarishni qoyil qildi bog'bonimiz, bitta bog'ni go'zal atir gullarimiz. Oshiqamiz bir-birimiz ko'rmoq uchun, guringlashib mazza qilib kulmoq uchun, bolalikni eslab mazza qilmoq uchun, shunaqangi qalbi qaynoq jigarlarimiz.